Nega odamlar bir tomonni eshitib darrov hukm chiqaradi? Bugun Instagramda bir video chiqsa, odamlarga haqiqat kerak emas, ularga emotsiya kerak. Bir parcha video 15 soniyalik janjal, kimnidir yig'isi, kimningdir baqirishi va tamom. Izohlarda aybdor tayyor, jinoyatchi tayyor, qoralash boshlanadi. Hech kim o'ylab ham ko'rmaydi. Video qachon olingan, nimadan keyin boshlangan, kesilgan joylari bormi? Ikkinchi tomon nima deydi? Chunki odamlar hozir fakt emas, tez xulosa istaydi. Eng xavflisi ijtimoiy tarmoqlarda sud ham tez, jazo ham tez. Bir videoning o'zi bilan insonning obro'si, ishi, oilasi, hatto butun hayoti vayron bo'lishi mumkin. Keyin esa haqiqat chiqadi, lekin kech bo'ladi. Chunki internetda saqlanib qoladi. Odamlar esa birinchi ko'rganiga ishonadi. Qonun esa boshqacha ishlaydi. Qonunda bir tomonning gapi bilan darrov hukm chiqarilmaydi. Dalillar tekshiriladi, har ikki tomon eshitiladi, holat to'liq o'rganiladi. Lekin ijtimoiy tarmoqlarda-chi? U yerda odamlar o'zini tergovchi ham, prokuror ham, sudya ham qilib olgan. Shuning uchun Instagramda chiqqan har bir videoga emotsiya bilan emas, aql bilan qarang. Chunki siz ko'rayotgan narsa butun haqiqat bo'lmasligi mumkin.